Kitob haqida blog yuritmoqchi bo'lsangiz, 3 ta muhim tavsiya. Birinchisi, avvalo o'zingiz ham kitob o'qing va blogingizda jumlaviy hamda imloviy xatolarga yo'l qo'ymang. Axir ovqat pishirishni bilmagan odam food bloger bo'la olmaydi-ku, to'g'rimi? Ikkinchisi, kitob mavzusida blog yuritishdan asosiy maqsadingizni aniqlab oling. Bu shunchaki hobbi uchunmi yoki pul topish uchunmi yoki bo'lmasa jamiyat saviyasiga ta'sir qilib kitobxonlikni oshirishdek bir kattaroq maqsad qo'yganmisiz? Uchinchisi, agar niyatingiz kattaroq bo'lib, xalq uchun bu ishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bitta prinsipli bo'ling. Arzimagan pul evaziga yoki bitta ikkita kitob uchun duch kelgan kitobni maqtab chiqavermang. Kitob bu juda kuchli manipulyativ qurol hisoblanadi. Bunday insonlar bor, qancha pul to'lasangiz ham o'ziga yoqmagan narsani umuman reklama qilmaydi. Agar ertaga tilingiz qisilishini istamasangiz, o'zingiz o'qigan, o'zingiz ishongan kitoblarni reklama qiling. Ziyo tarqatmoqchi bo'lgan odam ko'zi to'q bo'lishi kerak. U hamma narsani pul bilan o'lchatmaydi. Abdulla Qodiriy va Cho'lponlar ham pul u yoqda tursin, hatto hayot xavf ostida bo'lganda ham o'zini prinsiplaridan voz kechishmagan. Kichik bir eslatma, agar siz shunchaki hobbi uchun boshlagan bo'lsangiz, bemalol nashriyotlardan kelgan kitoblarni hali o'qimasdan turib ham reklama qilaverasiz. Bu o'zingizning shaxsiy ishingiz.